qarzingiz bormi bering. Qiynamang u odamni. Nima uni aybi bir kun kelib yoniga kelganingizda iltimos qilganingizda sizga qilgan yaxshiligimi u odam aybi? İçimizde nechta qarzdor bo'lsa, harakatingizni qiling bugun. Mashinangizni sotasizmi, telefoningizni sotasizmi? Olib borib bering. Bu jonimiz issiq bo'lsa, qayerdan bilasiz qaysi paytda ketishligingizni? Yoki kafolat bera olasizmi o'lmayman deyishlikka? Unaqa odam dunyoda yo'q bo'lsa kerak. Bor deb biz bilmaymiz. Yolg'on gapiramiz. Kech qoladigan bo'lsa yolg'on gapiramiz. Uyda turib, yo'lga chiqdim, mahalladan chiqib ketyapman deymiz. Bu birodar yolg'on bu. Oddiy holat bo'lsa ham bu yolg'on. Yolg'on gapiryapsizmi? Mahalladan chiqmayapsizmi? Uyda o'tiribsiz, to'g'rimi? Yolg'on gapiryapsizmi? Bu ham munofiqlik alomat.